Bir bosqichdan iste'mol qilsangiz 3 kilodan 5 kilogacha 7 kilogacha badan ig'irligingizni normalni oshira olasiz. Mushu badaningiz o'riqlikni kiyim kiysangiz faqat yarashmayotgan chiroyingiz xunuk, putqulingizda mag'duri yo'q, jon yo'q, ish qilish xo'sh yoqmaydigan, bosh qaydigan, ko'z oldingiz qorong'u bo'ladigan, putqularingiz qish-yoz isimaydigan, ozroq samirish orzuyingiz bor, badanga bir kichkina et qo'ndirish orzuyingiz bor do'stlar bo'lib qolsangiz, mushu mazmunga haqsiz yurakdan beni berib o'tgandan keyin inkaslarning xo'p belgisini ko'plab yo'llab qo'yishlar birga ostidagi yulduz belgisini bir besib o'tgan sizga o'xshash o'riq avoq do'stlaringiz bo'lib qolsa, mushu mazmun to'liq bir yo'llab o'tqach mazmunni oxirida to'liq ko'ring. Yana mushu tini intayin ajiz mayli cho'nglar bo'lsin, mayli kichiklar bo'lsin, mayli erlar bo'lsin, mayli ayollar bo'lsin, o'rtaq iste'mol qilishga mos keladigan ximiyalik hormondan xoli o'zimizning yurtimizdan chiqqan sap tabiiy mushunda ishonchli tabobat xom material shundaqla meg'izlar jabridan foydalanib ishlangan badanga aks ta'sirsiz hormonsiz bo'lgan oshqozon taljiga börekning xizmatini yaxshilab oziqlarning badanga shumirilishini ilgari suradigan qon to'liqlaydigan miyaning as tutish qobiliyatini yuqori ko'taradigan uyqu sifatini alohida yaxshilaydigan immunitet kuchini oshirib umumiy badanni quvvatlab badanni takshi tabiiy samaratadigan badan quvvatlaydigan unumini birda bir maydamizga mushlab turib kapolatdan beradigan mahsulotga ehtiyoji bor do'stlar bo'lib qolsanglar 173 99 03 27 77 unlarni qo'shish orqali men bilan bevosita aloqalashib bizning unumini birda bir kapolatga sapirayotgan mahsulotimizni sotilib iste'mol qilsanglar bo'ladi. Sotilib iste'mol qilish sizlardan unumiga birda bir kapolat qilish mana mendan do'stlar. Bizning mahsulotlarni avval iste'mol qilib undan keyin baho beringlar. Bizning mahsulotlarni iste'mol qilib boqqan do'stlar bo'lib qolsanglar bizning mahsulotning unumi qandaroq ekan inkoslarni bir qoldirib qo'ysanglar.